Assalomu alaykum obunachilar. Mana ko'rib turganingizdek, bodring qalamchalarini ko'chirib o'tkazish jarayoni deyarli boshlandi. Mana stakanlarga tuproq soldik. Bu qanaqa tuproq deganlar uchun bu tabiiy biohumus va oddiy tuproq aralashmasi. Bu biohumus yaxshi o'g'it bo'ladi. Shuning uchun biohumusdan foydalandik. Bugun 7-fevral sanasi. Ertadan boshlab bunga qalamchalarni, ya'ni bodring ko'chatlarini o'tkazamiz. Chunki bu bir kun turib havoga moslashib olishi kerak. Shunda bodring qalamchalarini ko'chirganda yaxshi rivojlanadi va tutib ketishi tezlashadi. Bu yerda 530 ta stakan bor. 530 ta stakanga tuproq soldik. Tuproq hozircha qolgani yo'q. Ertadan yana 80 tasiga qo'yamiz. Bizga jami salkam 600 tasi kerak. 600 va undan ham ko'proq ketadi. Bu faqat yarmi uchun, ya'ni bu yerdagi shu yerigacha boshqa sort, bu yog'i boshqa narx. Bu bir kun keyin ekilgan. Mana bular sal o'sgan, bular esa sal maydaroq. Sababi bularni sorti boshqa, bularniki boshqa, ham bir kun keyin ekilgan. Xona harorati mana 20 dan baland. 23-24 shunday. Bunga ertadan boshlab o'tkazishni boshlaymiz. Ularni ham albatta video qilib kanalga joylab boraman. Obuna va like bosishni unutmang. Bu stakanlar oddiy bozorlarda sotiladigan kilyonkadan yasalgan stakanlar. Bular ko'k rangi, bu O'risdan kelgan, ya'ni Rossiyadan kelgan. Bularning sifati juda yuqori ekan. Mana issiqxonani qurgan paytimiz olib kelganmiz. Issiqxonani qurganimizga salkam 7-8 yil bo'ldi. 7-8 yildan beri mana shu stakanlarda foydalanib kelyapmiz. Bularni olganimizga esa 2 yil bo'ldi. Bularning ham sifati ancha yaxshi ekan. Lekin bular 7-8 yildan buyon xizmat ko'rsatib kelyapti. Mana yaxshi, hali hech bir joyda yirtilish, chirish yo'q. Bularning sifati yaxshi ekan. Sizlarga ham mana shunday stakanlarga shunday qilib ekishni maslahat beraman. Buni yerdan baland qilib qo'yganmiz, chunki havo teparoqda yaxshiroq issiqlikni ushlab turadi. Pastda sovuq bo'lib ketishi mumkin. Ularni ertaga o'tkazamiz. Ularni ham video qilib boraman. Buni 1-martgacha mana shu stakanlarda o'stirib boramiz. Suvini mana shunda berib 1-martgacha, ya'ni mart oyigacha. Mart oyidan Xudo xohlasa bu yerni ismaloq ekkan joylarni buzib, tekislab yerga o'tkazamiz. Ularni ham albatta video qilib boraman. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Bundan da qiziqarli videolar hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling.